Ukraina frontida endi butun dunyo paydo bo'layaptimi? Rossiya yangi xavfli ma'lumotlarni ochiqladi. Xitoy Kremlga yashirin signal yuboryaptimi? Si Szinpin urush haqida kutilmagan gap aytgan. Chirchiqda ona bolaga nisbatan kutilmagan hurmatsizlik katta shov-shuvga sabab bo'ldi. NATO Kaliningradni bir zumda yo'q qila olishini aytdi. Moskva darhol javob qaytardi. Si Szinpin Trampga Eron bo'yicha kutilmagan taklif berdi. Eron bu yangilikdan hayratda. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Rossiyadagi vatandoshlarimiz diqqatiga. Siz O'zbekistonga pul yuborishga ortiqcha foizlar yoki kurs pastligidan charchadingizmi? Unda sizlarga eng zo'r kursda yuborish imkonini beradigan Yubor ilovasini tavsiya beraman. Yubor ilovasi orqali yaqinlaringizga nafaqat dollar, balki Uzcard va Humo kartalariga ham so'm yuborishingiz mumkin. Yubor ilovasini Play Market hamda App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizga eng zo'r kursda pul yuboring. Ukraina frontida endi butun dunyo paydo bo'layaptimi? Rossiya yangi xavfli ma'lumotlarni ochiqladi. Ukraina qurolli kuchlari tomonidan jang qilayotgan xorijiy yollanma jangchilar geografiyasi kengaymoqda. Bu haqda RIA Novostiga Rossiya TVning maxsus topshiriqlar bo'yicha elchisi Rodion Miroshkin ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina tomonida Yaponiya, Irlandiya, Norvegiya va Niderlandiya fuqarolari, shuningdek Lotin Amerikasi, Afrika va Osiyo davlatlaridan kelgan jangchilar ham bor. Miroshkin xorijiy yollanma jangchilar ko'proq Kharkiv va Dneprdagi Krasnomayarsk yo'nalishida kuzatilganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, ular turli yo'nalishlar bo'ylab ko'chirib turiladi. Ayrim hujjatlar Chasivyar va Dimitrovda topilgan. Avvalroq Miroshkin Ukraina tomonidagi xorijiy yollanma jangchilar tarkibida o'zgarishlar kuzatilayotganini bildirgan edi. Uning so'zlariga ko'ra, Boltiqbo'yi va Sharqiy Yevropadan kelganlar Ukrainadan ketmoqda. Ularning o'rnini esa asosan pul topish maqsadida kelgan yoki kriminal tajribaga ega shaxslar egallamoqda. Rossiya Mudofaa vazirligi 2024-yil mart holatiga ko'ra Ukraina tomonida jang qilish uchun kelgan xorijiy yollanma jangchilar sonini 13387 nafar deb ko'rsatgan. O'sha vaqtda eng ko'p yollanma jangchilar Polsha, Gruziya, AQSh, Kanada va Buyuk Britaniyadan kelgani aytilgan. Rossiya Mudofaa vazirligi Kiyev rejimi xorijlik yollanma askarlardan to'p yemi sifatida foydalanayotganini bir necha bor ta'kidlagan. Pul evaziga urushga kelgan ayrim yollanma askarlar esa intervyularida ukrainalik harbiylar harakatlarni yetarlicha muvofiqlashtira olmasligini, frontda omon qolish ehtimoli esa pastligini tan olgan. Xitoy Kremlga yashirin signal yuboryaptimi? Si Szinpin urush haqida kutilmagan gap aytgan. Xitoy rahbari Szinpin AQSh prezidenti Tramp bilan yopiq uchrashuvda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaga qarshi boshlangan urush sabab kelajakda afsuslanishi mumkinligini aytgandi. Bu ma'lumotni birinchi bo'lib Financial Times nashri tarqatgan va u Szinpinning Moskvaga nisbatan avvalgi pozitsiyalaridan ancha qattiq bayonot sifatida baholanmoqda. Manbalarga ko'ra, mazkur suhbat Pekinda bo'lib o'tgan Tramp-Si uchrashuvida Ukraina urushi, Tayvan masalasi va global xavfsizlik mavzulari muhokama qilingan paytda aytilgan. Avvalroq Si Szinpin Rossiya Ukraina urushi haqida ochiq va to'g'ridan-to'g'ri fikr bildirgan bo'lsa-da, Putinning shaxsan qarorini bunday darajada tanqid qilmagani aytilmoqda. Bu xabar ayni paytda juda muhim geosiyosiy vaziyatda paydo bo'ldi. Chunki Putin Pekinga tashrif buyurib, Xitoy bilan cheksiz hamkorlik munosabatlarini yanada kuchaytirishga urinmoqda. Shu bilan birga Putin Pekindan Power of Siberia 2 gaz quvuri bo'yicha yirik kelishuv olishni istamoqda. Ammo Xitoy hozircha bu loyihaga ehtiyotkor munosabatda bo'lib turibdi. G'arb tahlilchilariga ko'ra, bu holat Rossiyaning Xitoyga qaramligi kuchayib borayotganini ko'rsatmoqda. Tahlilchilar fikricha, Si Szinpinning Putin keyinchalik afsuslanishi mumkin degan gapi ikki muhim signalni anglatishi mumkin. Xitoy urush uzoq davom etishidan xavotirda, Pekin Rossiyaning haddan tashqari zaiflashib qolishini istamayapti. Xitoy G'arb bilan munosabatlarni butunlay buzib qo'yishni ham xohlamaydi. Moskvaga yordam bersa ham, Pekin Putinning strategiyasi to'g'ri deb hisoblamasligi mumkin. Chirchiqda ona bolaga nisbatan kutilmagan hurmatsizlik katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Chirchiq shahrida piyodalar yo'lagida ketayotgan ona bolaning yo'lini to'sgan haydovchi transport vositasini boshqarish huquqidan 1 yilga mahrum etildi. Bu haqda Toshkent viloyati YHXB matbuot xizmati xabar berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Cobalt haydovchisining bu qilmishi aks etgan video tarqalib, muhokamalarga sabab bo'lgandi. Uning haydovchisi piyodalar yo'lagidan yurib, yo'l harakati qoidalarini buzgani yetmaganidek, ushbu yo'lda harakatlanib ketayotgan ona va bolani yo'lini to'sib, piyodaga nisbatan hurmatsizlikni namoyish ko'rona
sodir etgan. Bu sodir etgan haydovchi aniqlanib, unga nisbatan yo'l bezoriligi, qoidabuzarligi bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. To'plangan hujjatlar ko'rib chiqish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Chirchiq shahar sudiga jo'natilgan. Kuni kecha bo'lib o'tgan sudda haydovchiga nisbatan transport vositasini boshqarish huquqidan 1 yil muddatga mahrum etish jazosi qo'llandi hamda qo'shimchasiga BHMning 10 barobar miqdorida jarima jazosi tayinlandi. Hurmatli haydovchilar, piyodalar yo'lagidan harakatlanmang va piyodalarni hurmat qiling, deyiladi Toshkent viloyati YHXB matbuot xizmati xabarida. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi, surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan, siz izlagan tabiiy yechim. NATO Kaliningradni bir zumda yo'q qila olishini aytdi. Moskva darhol javob qaytardi. Kestuis Budris keskin bayonot bilan chiqib, NATO zarurat tug'ilganda Kaliningraddagi Rossiya harbiy bazalarini juda tez yo'q qila olish imkoniyatiga ega ekanini aytdi. Uning ta'kidlashicha, Rossiyaga Kaliningrad endi mustahkam qal'a emasligini ko'rsatish zarur. Budris yana Litva uzoq yillardan beri Rossiya bilan ehtimoliy harbiy mojaro xavfini hisobga olib kelayotganini va shunga tayyorgarlik ko'rayotganini ta'kidladi. Bu bayonot Boltiqbo'yi hududida harbiy siyosiy keskinlik yangi darajaga chiqayotganini ko'rsatmoqda. Moskva javobi esa kuttirmaydi. Dmitriy Medvedev NATO va Litva rasmiylarining Kaliningrad haqidagi bayonotlarini keskin masxara bilan qarshi oldi. Ma'lumki, kichik itlar kattalarga baland ovozda vovullashni yaxshi ko'radi, obro' oshirish uchun. Bu tushunarli. Miyasi juda kichik. Agar u biroz kattaroq bo'lganida ularga boshqa narsani taklif qilish kerak bo'lardi, dedi u. Medvedevning bu chiqishi Kremlning Baltika davlatlari va NATO bosimiga nisbatan tobora tajovuzkor ritorikaga o'tayotganini anglatmoqda. Global siyosiy keskinlik fonida mashhur aktyor Xayver Bardam ham kutilmagan va keskin chiqish qildi. U Donald Trump, Benyamin Netanyahu va Vladimir Putinni tanqid qilib, dunyodagi urushlarni toksik erkalik tabiati oqibati deb atadi. Biz ayollarni o'ldiryapmiz, chunki ba'zi erkaklar ularga egalik qilamiz deb o'ylaydi. Ular ayollarni o'z mulki deb biladi. Men sendan ustunman va men seni portlatib, kulingni ko'kka sovuraman deyotgan erkaklar. Bu minglab odamlarning o'limiga sabab bo'layotgan la'nati toksik erkaklik xulq atvoridir, dedi ispan aktyori. Bu bayonot urushlar atrofidagi global axloqiy bahslarni yanada kuchaytirdi. Si Szinpin Trampga Eron bo'yicha kutilmagan taklif berdi. Eron bu yangilikdan hayratda. Xitoy raisi Si Szinpin AQSh prezidenti Trampga Eron bilan mojaroni hal etishda yordam berishni taklif etdi. Bu haqda Amerika prezidenti Fox News telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Rossiya kelishuvni ko'rmoqchi va u yordam taklif qildi. U, agar men biror narsada yordam bera olsam, yordam berishni istardim, deb aytdi, dedi Donald Trump. Uning so'zlariga ko'ra, Xitoy rahbari shuningdek Pekin Eronga harbiy texnika yetkazib bermasligini va'da qilgan. Shu bilan birga Szinpin Xitoy Erondan katta miqdorda neft sotib olayotganini ta'kidlab, bunday ta'minotni davom ettirish mumkinligini ta'kidladi. Donald Trampning aytishicha, tomonlar Hormuz bo'g'ozi, jumladan energiya yetkazib berish uchun ochiq qolishi kerakligiga kelishib olgan. Amerika prezidenti shuningdek Xitoy hukumati Amerikaning Boeing kompaniyasidan 200 ta samolyot sotib olishga rozi bo'lganini aytdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.